Hello everyone, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gamer Bro. Xo'sh, bugun biz Judge Simulator, ya'ni sudya simulator degan o'yinni o'ynab ko'ramiz. Unday bo'lsa qani boshladik. Avval o'yin bilan tanishib chiqamiz. Xo'sh, bu yerda aytishicha, aqliy sog'lomlik 100% turibdi. Qamoqqa olinishlar ehtimoli 1% turibdi. Xo'sh, settings nima deyapti? Bu yerda hammasi joyida shekilli. Endi qani unday bo'lsa boshladik. Xo'sh, bu yerda sizning kompyuteringiz turibdi va qaror qabul qilish uchun uni bosing edi. Bu yerda ba'zi bir detallar bor tushunish uchun, ya'ni qonunlar kitobini oching edi. Bu yerda barcha detallar bor, aytish qonun chiqarish maqsadida va qo'shimchasiga jinoyatlar bor, ularni bosib ko'ring deydi. Barcha sohalarni kashf qilib ko'ring, ya'ni barcha qismlarni deydi. Va bularni ko'rganingizdan so'ng kompyuterni tark eting. Xo'p, bu yerda sizning mikrofoningiz, siz u orqali jinoyatchi bilan suhbatlashishingiz mumkin. Xo'p. Bu yerda sizning qonun bolg'angiz bor deydi. Siz uni urish orqali siz qoidalarni qoida aytish, ya'ni qonunlarga asoslangan holda jinoyat belgilashingiz mumkin deydi. Buni boya aytgandim. Buni ham bu yerda sizning pulingiz bor. Siz har birta qarorlar uchun olasiz deydi, har birta bajarilgan amaliyot uchun, sud uchun. Xo'p, qani o'yinni boshladik unday bo'lsa. Men avval bu odamni ko'rishim kerak bo'ladi, shunda mana buni ko'rishim kerak. Alex Carter ismi, 30 yoshlik, jinoiy ish qilgan ekan. Xalqaro statusda o'rni bor, ya'ni odamlar bilan muloqoti joyida. Va aqliy sog'lomligi ham joyida ekan. Ya'ni aqlan sog'lom ekan. Erkak kishi 30 yoshlik. Bu nima ish qilgan ekan ko'ramiz. Politsiyaning ta'kidlashicha, bizning tashkilotimiz qabul qildi xabarni, ya'ni markaziy istirohat bog'ida iPhone o'g'irlanganligi haqida xabar qabul qildi dedi. Jabrlanuvchi, ya'ni John Doe sifatida tanilgan, ro'yxatga olingan jabrlanuvchi skameykada o'tirardi va keyin uni oldiga notanish kimsa yaqinlashibdi va kuch ishlatgan holda qo'lida telefonni tortib olibdi. Xo'sh. Va u Tower, ya'ni Maple Street tomon yurib ketibdi. Uni ko'rganlar, ya'ni guvoh bo'lganlar uni erkak kishi tasvirlashibdi. Taxminan o'rtacha 5.10 deyapti. 5.10 uzunlikdagi inson deb tasvirlashyapti. Qora mayka va buruk kiygan inson tasvirlashyapti. Bu yerda aytishicha, jabrlanuvchi zarar olmagan hech qanday. Endi o'g'rining ta'kidlashini bir o'qib ko'ramiz. Xo'sh, o'g'ri, ya'ni o'sha telefon o'g'irlagan odamning aytishicha, men bir markaziy istirohat bog'idagi skameykada o'tirgan bir odam yoniga yaqinlashdim. Erkak kishi ekan, erkak kishi yoniga borgan. Men bu vaziyatni aniqladim va qulay bir vaziyatni ko'rdim dedi. Tezlikda iPhone'ni tortib oldim uning qo'lidan va hech uni oqibatlarini o'ylamagan holatda dedi. Men uni zararlashga moyil emasdim, ya'ni uni jabrlashga moyil emasdim. Men shunchaki telefonni olishim va uni tezroq sotishim kerak edi dedi. Xo'sh, telefonni sotganimdan keyin telefonni olganimdan keyin men Maple ko'chasi tomon yugurib ketdim dedi. Menda biroz xavotirli va qo'rquv hissiyoti bor edi. Ham xavotirli, ham qo'rquvli hissiyot bor edi deydi. Men tushundimki mening harakatlarim xato edi va men stressga tushib qoldim va jabrlanishga sabab bo'ldim.
Bu yerda ba'zi bir evidence, ya'ni ba'zi bir isbot dalillar ko'rsatilgan. Yo'q, hech narsa yo'q. Isbot dalillar ta'sir ham yo'q. Email. Bizga $300 taklif qilyapti, vaziyatni yopib yuborish maqsadida. Yo'q, qabul qilmaymiz. Yopib yuborganimda nima bo'lardi? Ehtimol qamalardim. Ehtimol bo'shatib yuborardim. Xo'sh, qonunga ko'ra ish ko'ramiz. Bu yerda nima deyapti? Aha. O'g'irlik vaziyatlari 1 yildan 2 yilgacha qamoq jazosi. Men 2 yil bera olaman. U darajada xavfli emas, lekin hozir bir daqiqa internet o'chirib qo'yaylik. U darajada xavfli ish qilmagan, shunchaki telefonni o'g'irlagan. 1 yil bersak ham bo'ladi. Qani unda o'zimizdan bir so'rab ko'ramizmi? Mr. Carter. Siz telefon markaziy istirohat bog'ida bir jabrlanuvchidan telefon o'g'irlaganlikda ayblanyapsiz. Meni kechiring, oliy hazratlari, dedi. Oliy sud dedi. Xo'sh, jabrlanuvchida kuzatilgan biror bir harakatni menga tasvirlab bera olasizmi? Ya'ni menga tushuntira olasizmi? Albatta, oliy sudya, men angladimki, mening harakatlarim nafaqat unga, balki o'zim uchun ham meni ham bir qiyin vaziyatga solib qo'ydi, dedi. Men chuqur bir holatga cho'kib qoldim, ya'ni stressga tushib qoldim, dedi. Men jazo qo'llashimdan oldin aytadigan biror so'zingiz yo'qmi? Men shunchaki uzr so'rayman jabrlanuvchidan va ishontirib aytamanki, sud a'zolarini ishontirib aytamanki, endi bundan buyon hayotimni yaxshi tomonga o'zgartiraman, dedi. Siz shuni angladikki, sizning harakatlaringizni siz bilib qilgansiz. Sizda, ya'ni bilim bo'lgan o'zingiz harakatlaringiz qilayotganingizda, ana fikringiz joyida bo'lgan demoqchi. Men buni ham jazo qo'llayotgan paytimda buni ham hisobga olgan bo'lardim, olishni xohlardim, deydi. Demak, tugadi, gaplashib bo'ldi. Biz endi qonun chora qo'llashimiz kerak bunga. Xo'p, boshladim bo'lmasa. Qamoq jazosi albatta. 1 yil. Menimcha 1 yil normal. Yo 2 yil bersam yo'q. 1 yil to'g'ri, ha? 1 yil 2 yilgacha deyilgan qonunda ham. Siz hozir qaroringizni ko'rasiz, qaroringiz natijasini, deydi. Ko'ramiz. All scales barcha tarozilar bo'lsa eng yaxshi decision, ya'ni qaror, barchasi bunaqa bolg'achalar bo'lsa kam qaror, ya'ni to'g'ri bo'lmagan qaror deb topilar ekan. Biz hozir to'g'ri qaror qabul qildik, demak. $100 oylik maosh berdi. $5 ijaraga to'ladik. $4 ovqatlanishga to'ladim. $91 qoldi menda. Nima deydi? Sizning ayolingiz $600lik uzuk sotib olishni talab qilyapti. Menda hozir pulim yo'q, unchalik. Agar men $600lik uzukni olib bermasam, shunda o'g'irlik qiladimki? Bilmadim to'g'risi. Sog'liqni yo'qotdik, chunki menda bunga yetarli pul yo'q edi. Xo'sh, biz yana bitta o'ynasak bo'lar ekan. Oy, bu qizcha kim? Biz avval tanishib chiqamiz. Hazel 27 yosh, ayol kishi, hech jinoyat qilmagan. Va bunda har qanaqa muammo ham yo'q, sog'liqda ham, xalq orasida ham birorta isbot dalil ham yo'q. Rekordlar haqida gapiribdi. Biz buni keyin o'z bilan suhbatlashamiz. Menga $400 taklif qilyapti. Natijada men uni qo'yib yuborishim kerak ekan. Yo'q, kerak emas. Men buni hozir bir qarab chiqaychi. Xo'p,
politsiyskiy gaplarini aytib beraman. Xullas, u shunaqangi bir oldi-sotdi ishlari, kontrabanda ishlariga aralashib qolgan ekan. Bir oyilcha bo'lgan ekan aralashganiga, u operatsiyani juda o'ylagan, ya'ni politsiyskiy aytayaptiki, o'ylaganimizdan ko'proq odam bunga aralashgan deyapti. Xullas, ko'p davlatlarda sodir bo'lgan ekan va juda ko'p hashamatli dori vositalari va hashamatli buyumlari buyumlar orqali oldi-sotdi ishlari olib borilgan ekan. Xo'sh. Tunda deydi, chegarada biz bir guruh odamlarni aniqladik va ulardan ko'p qochishga muvaffaq bo'ldi, lekin biz bir ayolni, yosh ayolni tutib oldik deydi. U juda jahldor edi va o'zini chamadonni ko'tarib ketayotgan. Biz chamadonni tekshirganimizda undan bir qancha noqonuniy narkotik dorilar chiqdi. Biz ishondikki, bu chuqur qamrab orilganida yoki o'z xohishiga ko'ra qilayotgan edi bu ishni. Lekin uning fe'l-atvoridan bilish mumkin ediki, unda ortiqcha istoriya yo'q. Xo'sh, ayol aytib beradi, ayol men hech qanday aybim yo'q deydi. Agar men buni bilganimda buni qilmasdim, meni bir do'stim bor edi deydi, u menga buni taklif qilgan deydi. Men shunchaki buni biznes qo'yadi deb o'yladim, lekin o'sha menga chamadonni olib borishni aytdi. Men prosta yaxshi biznes qo'yadi deb o'yladim. Mendan so'ramadim hattoki. Va ichini ham ochib ko'rmadim deydi. Menga yaxshi pul berishini aytdi. Men buni o'ylab ham o'tirmadim, chunki menga pul zarur edi deydi. Shunaqa ishlar qilgan. Keyin u chamadonni tekshirganda ichida bir gala pul va bir botilka nimadir chiqqan. U buni payqagan payti allaqachon kech bo'lgan ekan deb o'qigandim. Qonunlar kitobi. Xo'p, bu yerda nima to'g'ri deymiz? Narkotik jinoyat, albatta. Xo'p. 18 yilgacha qamoq jazosi. Bu juda yomon. Xo'sh, bu yerda execute yo'q deydi. Public service, ya'ni birorta qurilishga jalb qilish yo'q. Bu narsani bizga kerak yo'q. Menimcha, u buni bilmay qilgan. Biz unga jarima ursak ham bo'ladi, U buni bilmasdan amalga oshirgan. Deylik, unga jarima. Qancha? To'liq $5000. Xo'p, $4000 mana. To'liq jarima berib ko'ramiz. Xo'sh, qani nima bo'lar ekan? Aniqla. To'g'ri qaror qilgan bo'laylik. Obbo, bitta xato. Demak, $4000 kam edi yoki ko'p edi? 21% ga qamalish ehtimolligimiz oshdi bizni. Bu esa yomon. Bizga oylik to'lab beriladi $100 har doimdek. O'shandan ketadi va bizga 91 qoladi. Xo'p, mayli. Ayol yana shu narsani takrorlayapti. Bu oxiri bir narsaga olib kelmasa bo'ldi. Xo'sh, do'stlar, sizlarga shu narsani aytmasam bo'lmaydi. Mening vaqtim chegaralangan, chunki hozir men bu o'yinni telefon orqali o'ynayotganligim tufayli YouTube'ga 15 daqiqadan ortiq video qo'yish mumkin emas ekan. Va sizlarga shuni aytib o'tishim kerakki, agar sizlarga horror o'yinlar qiziq bo'lsa, masalan, Granny va boshqa shu kabi o'yinlar qiziq bo'lsa, sizga 7 Tactical Creepy ni taklif qilaman va mana ekraningizda havolasi ham keltirilgan, rasmlari bilan ma'lumotlari. Bu yerda bu kanalda siz horror o'yinlarni ko'rishingiz mumkin. Men unga aytamanki, kanal egasiga mumkin qadar horror o'yinlarni ko'proq joylab boradi. Sizlar bilan keyingi qismgacha xayrlashib qolaman. Ko'rishguncha kanalda qoling, obuna bo'ling. Kanalimiz rivoji uchun. Unday bo'lsa, ko'rishguncha.